Assalomu alaykum jigarlar. Yana bugun Telegram Premium haqida gaplashamiz. Barchamiz bizga 1 oylik Telegram Premium olib berishingiz kerak ekan. Shu videoni ko'rib siz ham olishni o'rganib olasiz degan umiddaman. Boshlash tugmasini bosamiz. 35990 so'm. Premium bosishni qabul qilaman. Buyurishlarga ko'rinmay qolishi mumkin, chunki shaxsiy ma'lumotlar kiritiladi. Birinchi qatorga karta, ikkinchi qatorga muddati, uchinchi qatorga CVV kod. Telegram Premiumni faqat Visa karta orqali olsa bo'ladi. Ammo Uzcard orqali olib bo'lmaydi. Shuni ham unutmang. Oxiri 24 nomerimizga kod boradi. O'sha kodni kiritamiz va Telegram Premiumni olamiz. 34601 so'nggi soniyalar. Telegram Premium olindi. Sizga ishonchli Telegram Premium kerak bo'lsa, pastda silka qoldiraman. Arzon va sifatli narxlarda.